o'sha nashumevskiy gipergidroz $30 boshlanib $50 hamma yoni mana shunaqa bir arzon sifatsiz narsalar bilan kosim tovuqlarimiz to'g'risini aytsam qo'pol qilib aytganda tushundingiz nima bo'lib ketganini. Menda sifatli va litsenziyaga ega bo'lgan preparat bilan ishlayman. Gipergidroz muolajasida judayam populyarniy muolajalardan bittasi. Uni mendan boshqa hamma tekstlarni yodlab butun internetda gapirib bo'lishdi. Unaqa uzoq to'xtalib o'tirish niyatim yo'q, chunki hamma narsani biladi. Единственный eng ko'p keladigan savollardan bittasi zarar emasmi? Yo'q, zarar emas. Hattoki buni chaqaloqlarga ham qilishadi. Botulotoksin, neyroprotein har xil nomlari bor. Bu muolaja o'zi umuman kuyishlarda, bolalarda autizmi bo'lgan bolalarda, umuman nevralgiya bilan bo'lgan kasalliklarda ishlatiladigan neyroprotein.